Bu men ko'rgan eng yomon tozalash bo'ldi. Agar yuzingizda qora nuqta va komedorlar bo'ladigan bo'lsa, men sizga kola va zubnoy pastani o'rniga boshqa mahsulotlarni tavsiya qilaman. Birinchisi Volcanic Bubble penkasi tarkibida vulqon kuli qo'shilgani uchun poralaringizga chuqur kirib, ichini yaxshilab tozalab beradi. Natijada yuzingiz yog'lanishi va poralarning tiqilishi ancha kamayadi. Keyingisi Hyarondan glutatsionli toner pad. Odatda yog'li terilar juda ham xira bo'ladi. Agar siz bu toner padni artadigan bo'lsangiz, yuzingiz oqarib, yorqinroq ko'rinadi. Keyingi mahsulotimiz Lactze aha kislotli serumi. Bu serum dermatologik testdan o'tgan non-komedon peeling qiladigan professional serum hisoblanadi. Yuzingizni peeling qilib, komedon va yiringli aknelarga qarshi ham ishlab beradi. Keyingisi asalari zahridan tayyorlangan Bivianum kremi. Undan tashqari tarkibida ko'k choy ekstrakti va BH kislot bo'lgani uchun terini tozalaydi, yog'lanishini kamaytirib beradi va yuzingizga glow effekt beradi. Va oxirgisi Hyarin brendidan quyoshga qarshi SPF kremlari. Bunisi ayollar uchun ton beradigan va barcha teriga tushadigan tonli SPF. Bunisi bo'lsa erkaklar uchun rangsiz va juda ham yengil bo'lgan SPF. Bu ikkisi quyoshdan juda ham yaxshi himoya qilib beradi va tarkibi jihatidan krem vazifasini ham bajaradi. Agar yuzingiz yog'li bo'lsa, bularni surishdan oldin sizga hech qanaqa kremlar kerak bo'lmaydi.